Salom, bugun osongina shirinlik tayyorlaymiz. Sutimizga shokoladlarni solamiz. Sutimiz issiq bo'lishi kerak. Mana endi pechenyelarni solib blender qilib olamiz. Pechenyelarimizni blender qilib oldim. Mana endi aralashmamizni solamiz. Mana endi banan solib, yana blender qilib olamiz. Shirinligimiz tayyor. Endi buni idishlarga solamiz. Xohishga qarab bezatib, 1 soat xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Yoqimli ishtaha.